Caner sen yana televizorim buzilib qoldi. Ha bu tabi chunki uni arzongina narxga sotib olgandim. Tashqari chiqib qaraychi bironta yangi bo'ldi balki. Ana uni kim bo'ldi? Yoki nima? Kim ekan u? Nima biz qishlog'imizga o'tib kelyapti. Yani o mashinada men bunaqa mashina hatto umrimda ko'rmaganman. Yaxshisi uyimga keta qolaman. Va nihoyat keldim. Xo'sh, yaxshi. O'zimga birontasini uyni olaman. Xo'sh, birinchi sendan boshlaymiz. Tukuk. Salom bro. Seni uyingda olsam bo'ladimi? Uyingni berib tur qarzga. Mayli, kerak emas. Eshigini qo'yaylik. Bro, menga uy kerak. Menimcha kuchsiz bola bo'lsa kerak. Ikkita urib uyni olaman. Bro, bu yoqqa chiq. Nima, senga muammo kerakmi? Yo'q. Kerak emas. Uying o'zing boshingdan qo'ysin. Keyingi uyga o'tamiz. Salom. Men uyimdan. Yo'q, You didn't have to cut me off like that. That we were nothing. Sen o'yin kerak emas. You didn't have to cut me off like that. That we were nothing. Bir uy topib bo'lmaydi, borku. Yaxshi, mana shu uyda ola qolaman. Hech kim yasamas ekan. Ammo bir ikkita narsalar bezatib chiqsam ish bitdi. Bitta notebook va Wi-Fi router. Bu o'zim shunday joylashib olaman. Yaxshi, bitta Wi-Fi qo'yaman. Hammasi chotki. Yo bolalar, men ishlatgan animatsiyalarga yo'q etgan bo'lsa, iltimos bitta like jalka qilmay bosib qo'yinglar. Xo'sh, yaxshi. Admin kreativligimni ko'rmagan bo'lsa, yaxshi. Bugungi videoni tugataman. Hayır, video chiqarmayapsan deb har xil kommentlar yozmanglar. Meni ishlarim bor. Mayli do'stlar, xayr olsun.